43-chi savol. Agar A va B natural sonlari uchun A taqsim 5 plus B taqsim 4 2,135 tenglik o'rinli bo'lsa, A plus B ning eng katta qiymatini toping. Mana bu berilgan ifodaning ikkala tarafini 20 ga ko'paytiramiz. Shunda 4A plus 5B teng 2,135 ning 20 ga ko'paytmasi 47 ga teng bo'ladi. 47 ga. Mana endi 5 ni istalgan songa ko'paytirganimizda oxirgi raqami 5 bilan tugashi bizga ma'lum. Endi 7 bilan tugashi uchun esa bizga oxiri 2 bilan tugaydigan raqam kerak. Va 4 ni faqat 3 ga ko'paytirsak 2 bilan tugaydigan son hosil bo'ladi. Bundan A ning qiymatini 3 deb tanlaymiz. Agar A ning qiymatini 3 deb tanlaydigan bo'lsak, 4A ning qiymati 12 bo'ladi. Plus 5B miz 47 ga tenglik hosil bo'ldi. Bundan 12 ni bu tarafga minusga o'tkazsak, 5B teng 35 bo'ladi va bundan B ning qiymati 7 ligini topamiz. Shunda so'ralgan ifodaning qiymati A plus B miz 3 plus 7 barobar 10 bo'ladi. 10 degan javob bizda C javobda turibdi.